Mana Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Go'zalkent mahallasi O'klan qishlog'idagi joylashgan Purenlik fermer xo'jaligi deb yozib qo'yibdim. Mana bu yerga Tony Green deyshadi bizning tilimizda. Mana shu yerga bu hali kamaygani. Hozir hamma yoqqa bu mana shu nurlar chochib bo'lishdi. Bu yerda molxonadan chiqqan, tovuqxonadan kelgan nurlar hammasi mana shu yerda saqlanadi. Qishloqning atrofida yashab bo'lmay qoldi. Mana yo'lning bo'yiga qo'yib to'kishadi bular mana. Ana usti yopiladi buni. Bunga chora ko'radigan mutasaddi adigilar bormi, yo'qmi? Iltimos qilardim-ku shu chora ko'rilsa, maktabning oldiga olib borib to'kayapti. Qishloqlarning atrofidagi uchastkalarga olib borib to'kayapti. To'kmasin emas, to'ksin. Faqat moldan chiqqan nurini to'kadigan bo'lsa, bu darajada sasimaydi. Endi tovuqning nurisini olib kelib, amiyakni butun xalqni zaharlab iltimos qilgan bo'lardik shu qishloq ahli nomidan chora ko'rilsa. Sal ichkariroqqa mana shu zagotovkasi ham ichkarilarga qilinsa bo'ladi, yo'lning bo'yiga emas. Mana bu tomonda mana bir emas, ikkita artizan, sherning o'zida ikkita artizan bor. Yana ichkarilar narxlari ham juda artizanlar ko'p. Bu artizanlarni bilmayman, oqiva haligi ichimlik suvini oqizib ishlatganlarga jarima solinadi. Bular butun artni to'ldirib, oqizib sug'orishadi. Ya bu tomchilatishga qilinganmi yo shu ichimlik suvini bemalol ariqlarga oqizib sug'oringlar degan bularda o'zini shaxsiy aligisi bormi? Adina ruxsat berilganmi bularga? Prezidentimizning qarori menimcha hammaga bir xil bo'lsa kerak.